Manda o'xshitib pishirni cho'p etib cho'nglarning oldiga kelgan maqtab turib yeb ketadi. Ta'mi o'zgacha ham bak yeyishlik. Mush oshxona ichayotgan oshxonamga yangilik taomlarni chiqarsam bo'ldi degan do'stlarimizmi mush xil taomni bir chiqarib beqinglar. O'zgacha ham yangilik taomlarning biri. Avval yangi qo'y go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq to'g'rab tayyorlab olamiz. Boshqa sayko'ktatlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq to'g'rab olamiz. Ko'rib meshakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib yo'linglar. Har kuni mushunga o'xshash qulay yem yeyishlik bo'lgan taomlarni aytishni o'tyapman. Qo'llash ustining kasrayini haqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Qozon azroq may qo'yib, may qizgandan keyin go'shtni silib bekroq qo'ritamizda. Go'sht qo'rilib mushalatga yetganda azroq tuz, azroq kavovjunini silib etamiz. Kavovjunini cho'qim silinglar. Mezlik puroq ham tam berdi. Undan keyin pandirni silib qo'raymiz. Undan keyin cho'ng ustamning qizilmish qiyamidan bir qo'shq atrofida silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bormish, sayning rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar. Sayning rangiga ta'mi kep ketmaydi. Undan keyin nuqut, yeshil burchaq, azroq qunaq silib bir ishkilashtirib atgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Endi buni bo'sh o'tda 10 minut dumlab pishirib olamiz. Mushunga o'xshash yangilik taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'q say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran üstidagi nomer shu. Eng oxirida tuz ta'min tetib olgandan keyin qizillar, ko'klar, samsaqlarni silib bir ishkilashtirib olgandan keyin oldin pishirib olgan cho'pimizning ustiga qo'yib suyini sal jiqaraq qilib yesanglar ajoyib yeyishlik ta'm tilinglarda qoldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamisiz mitib sinab beqing.